kimdir tazyiq qiladimi, nima qiladi, nima qo'yadi, men aytganman. Alloh kifoya qilsin. Alloh shunaqangi uzun nimasini tashab qo'yadi-da, bunday bir majoziy ma'noda uzun orqani tashab qo'yadi. Shunaqangi jazo keladi, shunaqangi jazo keladi. Avlodingiz bilan to'lab qutula olmaysiz. Avlodingizni kasri, mana shu bitta qilgan ishingiz bilan avlodingizga kasr uradi. Behurmat bo'ladi. Bu dunyoda qancha kazo-kazoni ko'rdik. Xalq ko'r emas. Siz o'ynashmang Alloh bilan. Hozir namayapti ekan? Alloh yo'q degan deyish gapingiz bilan o'zingizni ovutishingiz mumkin. Bo'lmasam nimaga 2 metr kafanda boryapsiz? Nimada bo'lmasam sizga nima o'qimasin? Qabrga kirishdan oldin o'qiladigan namoz, o'qiladigan duolar qilinmasin bo'lmasam. Shunday kiring. O'sha paytida Allohga Allohning izniga kirasiz, boshqa paytda Allohning iznidan chiqasiz. Bu nima degan gap? Men oddiy bir yurtning insoniman. Xuddi mana shu sizni ota-bobangiz ham shu darajaga birdan kelib qolmagansiz. Shu insonlar ham sizni yomon inson bo'lsin, kelajakda Allohga mana menga la'nat olib kelsin deb turib sizni shunaqangi voyaga yetkazmagan. Shuning uchun o'zingizni biling oldin. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, mansab o'tkinchi. Pulingiz ham o'tkinchi. Boradigan joyingiz bitta noski olib ketolmaysiz. Noski. Bu haqda rivoyatlar ham bor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana soat kechqurun 2lar chamasi uyqum to'g'risi buzildi. Nimagaki menga ozroq to'g'risini aytaman, tazyiqlar bo'ldi. Ya'ni nimagaki Pivo festival masalasida ozroq chiqqanmiz, chiqish qildik. Chunki men xalqdan bir vakiliman. O'zimning fikrimdan kelib chiqib, o'zimning aqliy salohiyatimdan kelib chiqib, ya'ni bu elning, bu ulusning, bu o'zbek millatining, ya'ni O'zbekiston yurtining bir vakili, bir insoni sifatida o'zimning fikrimni bildirdim. Lekin kimgadir bu yoqmadi. Mana shu yoqmagani uchun ozroq tazyiqlar bo'ldi. Kimdir telefon qildi. Sizga davlat siyosati yoqmayaptimi? Siz o'zingizni turmushingizni, ya'ni do'zaxga aylantirmoqchimisiz degandek bir ba'zi fikrlar bilan bizga ozroq qandaydir tushuncha bermoqchi bo'lishdi. Lekin butun narsaga men aytmoqchimanki, avvalambor taqdirimiz Alloh belgilab qo'ydi. Bugun o'lamizmi, ertaga o'lamizmi, kimdir bizni nimadir qiladi, hammasi Allohdan. Kazo kimdir mansabdor bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh agar shuni lozim ko'rmasa, bu hayotda hech narsa bo'lmaydi. Bunga biz iymon keltirganimiz uchun qo'rqmasdan o'z fikrimizni bildirib chiqdik. O'sha fikrimizni bildirib festivaliga biz qarshiligimizni xalqning bir oddiy bir insoni vakili sifatida o'z fikrimizni bildirganimiz uchun kimgadir yoqmadi. Uni tushunib yetib turibsiz. Kimga yoqmasligi mumkin. Lekin bu narsani bilamizki, umr juda ham hammamizga bir 100 yil yashamasam kerak. Hech kim mana shu meni eshitib turganlar ham endi Xudo umrini bergan umrda yashaydi. O'sha tazyiq qiluvchilarga, boshqasiga bitta narsa demoqchimanki, sen ham borasan shu 2 metr kafanda, men ham boraman shu 2 metr kafanda. Oxirating qanaqa bo'ladi? Alloh o'zi jazoni shunaqa beradi. O'sha yerda sen o'sha tazyiqingga, boshqasiga ham javob berasan. Lekin biz shunchaki o'zimizni fikrimizni bayon qildik. Ya'ni kim bunga qarshiligimizni aytdik. Avvalambor mana shu biz bildirgan Pivo festivali haqidagi fikrimizga befarq bo'lmagan insonlar, qancha insonlar, 3000 ga yaqin odam kommentariy yozibdi. Aslida bilyapman, men hammasi kimdir bizga qandaydir bir xayrixohlik bildirgan, kimdir mana shu Pivo festivaliga qarshiligini bildirgan, befarq bo'lmaganimiz uchun kimdir bizga rahmat aytgan. Mana shu insonlardan Alloh rozi bo'lsin deymiz. Bu xalq fikri, bu hazilkan fikr emas. 3000 ga yaqin bo'lgan fikr, bu xalqning mana shu Pivo festivaliga bo'lgan bu fikri bu. Bu haqiqiy, ya'ni o'zbek millatining, umuman O'zbekistonda yashayotgan har qanday millatdan, kimligidan qat'iy nazar befarq bo'lmagan insonlarning fikri. Mana shu insonlar
shu narsani qo'rqmasdan masalan menga nisbatan kommentariyada yozibdi ekan, avvalambor aytaman, Alloh buni ko'rib bilib turibdi. Sizning mana shu pivo festivaliga, ya'ni harom, men shunday to'g'rima-to'g'ri aytaman. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha mansabdor bormi, o'sha kazolar tepada o'tirganlar bormi, bu qilayotgan ishlaring sizlar uchun harom bu. Harom degan narsa bu shunchaki oddiy narsa emas. Buning jazosi muqarrar. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda ko'rasiz. Hech bo'lmaganda farzandlaringiz urushi bu muqarrar bu. Shuning uchun meni qo'rqitishga urinishingiz o'ylaymanki besamar ketadi. Sababki biz insonmiz. Alloh taolo bu dunyoga bizni dunyoga keltirdi. Unga qarshi nimadir isyon qilsangiz, bu albatta sizga qaytadi. Sizga qandaydir bu dunyoda siz juda yaxshi bir martabaga erishgan bo'lishingiz mumkin, yaxshi bir darajada bo'lishingiz mumkin, lekin nima bo'lganda ham Alloh taolaning muqarrar jazosi bor. Siz mana shu pivo festivalini uyushtirib turibsizmi? Yaqinda yana bir eshitdim, iyul, avgust oylaridami yana bitta bir tashkillashtirmoqchi ekansiz. Yo'q. Bu narsa uchun Alloh taqdir qilsa bo'ladi. Taqdir qilganda ham shunaqangi bir jazo bilan beradi. Oldin Alloh taolo qo'yib beradi. Xohlagan ishingizni qilib nima qilishingizga qarab turadi. Chunki Alloh bilguvchi nima bo'lishini. Vaqti keladi, uzun arqonni shunaqa tortib oladi, shunaqa jazolarni beradi. Bu butun bu negaki o'zingizga emas, farzandlaringizga uradi. Kerak bo'lsa avlodingizga uradi. Shuning uchun Allohdan qo'rqing. Mana shu kommentariyada yozgan, shunchalik mana shunga befarq bo'lmagan insonlar uchun, mana O'zbekiston xalqi bo'ladimi, boshqa millat vakili bo'ladimi, o'zi kommentariyalarda yozib, bizga nisbatan bir yaxshi bir fikrlar bildirganlarga, mana shu pivo festivalining haromligi, o'sha pivo festivaliga tatbiq qilayotganlarga nisbatan nafratini ko'rsatgan insonlardan avvalambor Alloh rozi bo'lsin deymiz. Alloh hammasini ko'rib turibdi. Buni ajrini beradi, Xudo xolasa. Bu dunyoda bo'lmasa, u dunyoda beradi albatta. Siz qo'rqmasdan mana shu bergan kommentariyalar, bu narsa bilan hech narsa o'zgarmaydi, qo'rqmang. Taqdir Allohdan. Agar Alloh taolo даже firavnlarga mana shu jazo qiladigan darajalardan olib chiqib kelgan qanchalik mana payg'ambarlarimiz bor. Ko'rib turibsiz, qanday suvlarni mana dengizni ikkiga bo'lib tashlagan paytlari bo'ldi. Alloh taolo hech qachon sizga mana shu yomonlik qilayotgan insonlarning sizga zararini hech qachon bermaydi. Eng asosiysi shu vaziyatlarga befarq bo'lmaganingiz. Avvalambor men shu yurtda tug'ilib, mana shu asosiysi shu xalqning befarq emasligi uchun men juda ham g'ururlandim, to'g'risini aytaman. Juda ham g'ururlandim. Men hech kim emasman. Oddiy shunchaki xalqning bir insoniman. Mana shunchalik bir jon qo'ydirib yozgansizlar, kommentariy yozibsizlar. Men duo qildim. Alloh rozi bo'lsin. Farzandlarimizni, o'zlaringizni farzandlaringizni baxti kamolini ko'ringiz. O'sha farzandlarimiz mana shunday illatlarga duchor bo'lmasin. Kimda kim uyushtirgan bo'lsa, nimadir o'ylagan bo'lsa, Alloh ularga kifoya qilsin deymiz. Shuning uchun mana shu vaziyatdan kelib chiqib erta avgust oyiga bo'ladimi, iyunda bo'ladimi, pivo festivalini qilmoqchi bo'lgan insonlarga nima demoqchiman. O'sha prezident administratsiyasi atrofidan mana prezident bilibdi ekan, eshitdi ekan, kimdir hayfsan berdi. Kimdir uni zamini ishdan olib tashlardi. Buni o'sha uyushtirgan inson, boshida turgan odamni xalq uchun, xalq oldida prezident yuzi yorib bo'lishi uchun o'sha insonni ishdan olib tashlash kerak edi. Men shu tarafidaman. Kimdir tazyiq qiladimi, nima qiladi, nima qo'yadi, men aytganman. Alloh kifoya qilsin. Alloh shunaqangi uzun nimasini tashab qo'yadi-da, bunday bir majoziy ma'noda uzun arqonni tashab qo'yadi. Shunaqangi jazo keladi, shunaqangi jazo keladi. Avlodingiz bilan to'lab qutula olmaysiz. Avlodingizni kasri, mana shu bitta qilgan ishingiz bilan avlodingizga kasr uradi. Behurmat bo'ladi. Bu dunyoda qancha kazo-kazoni ko'rdik. Xalq ko'r emas. Mana shu xalqning shunchaki kommentariyadan mana shu gaplarni eshitdim. Hammalaringizga avvalambor katta rahmat. Nimaiki yozgan bo'lsangiz, nimaiki fikr bildirgan bo'lsangiz, bu albatta Allohning huzurida bu e'tiborga olinadi. Siz shunchaki gap yozdim, shunchaki kommentariy yozdim demang. Siz shunga, shu voqeaga, voqelikka siz o'zingizni negativingizni ko'rsatdingiz. Siz shu voqelikka o'zingizni qarshiligingizni aytdingiz. Bu Alloh oldida albatta mukofotlanasiz. Bundan hech qachon qo'rqmang.
Avvalambor sizga boyagi aytgan gapimdek hamma oilani shu baxti kamolini, farzandlar baxti kamolini, sog'lik salomatligini bersin. Bu dunyo o'tkinchi dunyo. Bu dunyoda kimdir u qilar, kimdir bu qilar, lekin aytib qo'yay. Allohga shak keltirmang. Alloh o'zi chizib berdi nima qilish kerakligini. Siz u e'tiborsiz ekan deb ham o'ylamang. Shunaqangi jazolar keladi, shunaqangi jazolar keladi. Uni oldida hech kim hech narsa emas. Dunyoni podshosi bo'lmaysizmi? Dunyoni prezidenti bo'lmaysizmi? Shunaqangi jazo keladi. Buni bitta men emas. Qancha payg'ambarlar, ulamai, mana butun mana shu din iymon insonlarning gapi bu. Shuning uchun ehtiyot bo'ling. Mana shu piva festivalini o'tkazayotganlarga yana bir marta aytyapman. Allohdan qo'rqing. Даже mana Amerikada mana qaysi bir nimada bo'ldi? Los Anjelesdami qanaqa yong'in bo'ldi? Bilasizmi nima uchun? Bitta bir ayolning gapi uchun. Har bir narsada hikmat bor. Siz o'ynashmang Alloh bilan. Hozir indamayapti ekan. Ey Alloh yo'q degan deyish gapingiz bilan o'zingizni ovutishingiz mumkin. Bo'lmasam nimaga 2 metr kafanda boryapsiz? Bu nimada bo'lmasam sizga nima o'qimasin? Qabrga kirishdan oldin o'qiladigan namoz, o'qiladigan duolar qilinmasin bo'lmasam. Shunday kiring. O'sha paytida Allohga Allohning izniga kirasiz, boshqa paytda Allohning iznidan chiqasiz. Bu nima degan gap? Men oddiy bir yurtning insoniman. Xuddi mana shu sizni ota-bobangiz ham shu darajaga birdan kelib qolmagansiz. Shu insonlar ham sizni yomon inson bo'lsin, kelajakda Allohga mana menga la'nat olsin deb turib sizni shunaqangi voyaga yetkazmagan. Shuning uchun o'zingizni biling oldin. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, mansab o'tkinchi. Pulingiz ham o'tkinchi. Boradigan joyingiz bitta noski olib ketolmaysiz. Noski. Bu vaqtda rivoyatlar ham bor. Shunchaki 2 metr kafanda ketasiz. Bor bu soatingiz qoladi. U ham ma'lum vaqtgacha. Nomingizni o'char aytib qo'ying. Nomingiz. Bir avlod, ikki avlod turadi. Undan keyin sizni hech kim eslamaydi. O'sha boyligingiz o'zi birinchi avlodingizda o'zi yo'q bo'ladi. To'plagan mol dunyoyingiz, qilgan boyagi odamlar oldidagi katta ketganingiz. Xudodan qo'rqinglar. Bu yurtda biz mana shu hoji bova, hoji momo, u ham o'ziliga, hojilar, o'sha namozxonlar, Alloh degan insonlar, hech bo'lmaganda mayli namozini qiynalib bo'lsa ham o'qiyotgan insonlar tufayli bu O'zbekiston balkim shunaqangi bir darajaga yetib turgandir. Agar Alloh nazaridan qochsak, bilasizmi nimalar bo'ladi? Shunaqangi kulfat keladi. Rivojlanishingiz, bunaqangi daxriyligingiz shunaqangi bir boshqacha zamonga aylanadi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun men bir har doim aytaman, oddiy xalqning oddiy fuqarosiman. Ko'zingizni oching. O'sha avgustdami, iyunda bo'layaptimi? Bu qilmoqchisizmi? Siz nima xohlaysiz? Shu butun xalqqa pivani reklama qilib turib nima xohlamoqchisiz? Siz kimnidir g'arb ya boshqaning shu buyrug'ini bajaryapsizmi? Ya shu o'shalar bilan birgalikda shu nimadir bir xalqqa singdirmoqchi bo'lasizmi? Yo'q, adashasiz. Biz agar o'sha sizda aytayotgan g'arb ya boshqani gapi bilan singdirilganimizda o'sha o'ruslarning, boshqa millatlarning ta'sirida butun xalq qolgan bo'lar edi. Allohga ham sanolar bo'lsin. Bu millat, bu elat o'zligini bilgan g'ururli insonlarning qo'lida. Esingizda bo'lsin. O'sha ba'zi bir yuqorida o'tirgan insonlarga aytayapman. Siz qancha tazyiq qilasiz? Hamma narsa Allohdan. Sizni bu yer yuzida men qatori, siz qatori yurganlar 100 yil yashamaysiz. Shunday vaqt zamon keladi. O'tar chog'ingizda mingdan afsuslanasiz. Qilgan ishingizga afsuslanasiz. Ko'zingizni katta oching. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, mansab ham o'tadi. Dunyongiz ham o'tadi. Esingizda bo'lsin shu narsa. Lekin bir safar kelib turib ajal sizni changallaganda, dodingizni hech kimga ayta olmaysiz. O'lim bormi? Haqmi o'lim? Shunga yarasha munosib ish qiling. Siz bugungi kun bilan yashab turib, pivangizni reklama qilasiz, pinangizni reklama qilarsiz. Mana Samarqandda nima qilmoqchisiz? Yana tashkillashtiryapsiz. Men sizga yana bir marta qo'rqmasdan aytaman. Alloh kifoya qilsin. Kim shunga mas'ul bo'lsa, kim bu ish bo'yicha shuni tashkillashtirayotganlar bo'lsa, Alloh kifoya qilsin deymiz. Alloh tezda siz jazongizni beradi. Shuning uchun ko'zingizni oching.
Bu xalq bu. Xalqda mana shu kommentariya qancha yozgandan so'riga yana bir marta, yana 2 marta, yana 3 marta aytaman. Siz hech qachon qo'rqmang. Alloh sizdan rozi bo'lsin dedik. Alloh o'zi ko'rib, bilib turibdi. Siz qaysi yo'ldasiz? Siz millatning o'sha xor bo'lish tarafidamisiz? Ichib alkash bo'lib turib, Rus zabonmi, o'sha Yevropa madaniyatini, o'sha LGBT madaniyatini siz tarafdori bo'lsangiz, Alloh sizni o'zi o'sha oxiratda o'zi sizga joyingizni tayin qilib qo'ygan bo'ladi. Mana shu kommentariyada yozib, qandaydir bir o'zingizni fikringizni yozib, shunga qarshiligingizni ko'rsatdingizmi? Siz buni oddiy gap deb o'ylamang. Bu har bitta yozgan fikringizni Alloh taolo buni ko'rib, bilib turibdi. Alloh taolo hamma narsani bilguvchi, hamma narsani sezguvchi. Bu narsalarni ertaga oxiratda savol-javob bo'lgan paytida, mana shu sizlardan so'ragan paytida, ha, men o'shaga qarshi bo'lgan edim deysiz. Hech bo'lmaganda qo'lingiz bilan kuch qilolmadingiz. Kuchingiz yetmaydi, mansab kazo o'tiribdi. Lekin hech bo'lmaganda tilingiz bilan, dilingiz bilan o'sha narsaga qarshi ketdingiz. Mana shuni o'zi Alloh uchun o'zi yetarli. Alloh sizni mana shu narsa uchun ajringizni bersa ajab emas. Savobingizni ko'paytirib bersa ajab emas. O'sha do'zax olovidan sizni qutqarsa ajab emas. Bu tashkillashtirayotgan insonlar hozircha katta mansabda o'tirgan bo'lishi mumkin. Uni qo'lidan hozircha nimadir kelayotgan bo'lishi mumkin. Lekin uni Alloh taolo uniga qo'yib bergan bo'lishi mumkin. Balkim tavba qilishiga qo'yib bergan bo'lishi mumkin. Tavba qilmasa uning jahannamda butunlayin o'zimizda mana bir umr deymizmi? Butunlayin o'sha jahannamda qolish uchun balkim shunga sharoit qilib bergandir. Buni biz bilmaymiz, Alloh bilguvchi. O'shaning uchun yana bir marta aytaman. Hozir yuqori turuvchi organlar o'sha mana shuni tashkillashtirayotgan insonlarga men har doim aytib kelaman. Ey, ko'zingizni oching. Menga ta'zib qilish narsa emas. Men bir oddiy insonman. Ertaga bugun yashab turibman. Ertaga nima bo'ladi hech kim bilmaydi. Lekin yana bir marta aytaman. Sizni qo'lingiz bilan emas meni bu dunyodan ketkazish. Alloh xohlasa bo'ladi. Alloh xohlasa shu narsa bo'ladi. Esingizdan chiqarmang. Haq yo'lda bo'lgan inson uchun Alloh taolo qolganiga kifoya qilib qo'yadi. Shunaqa kifoya qiladi. Buni butun farzandingiz bilan, o'zingiz bilan qutulmaysiz. Butun avlodingiz bilan qutulmay ketasiz. Bilasizmi? Shuning uchun sizlar mana shu PVP festivali bo'ladimi, boshqalarni tashkillashtirayotgan insonlarga aytyapman. Ko'zingizni oching. Ko'zingizni oching. Siz insonsiz. Allohni borligini sizga bildirib qo'yaymi? Agar shu Qur'ondan o'qiganda davo topyapti. Qur'ondan o'qigan qancha mo'jizalar bo'layapti. Alloh borligini bilish qiyin emas. Bu dunyoni o'zi yaralashi uchun mana shu jonzotlar, nozi bergan nozi ne'matlarga qarab turib ham shu Allohning borligiga iymon keltirsa bo'ladi. Lekin sizni adashtirayotgan, ko'zingizni ko'r qilayotgan narsalardan biri bu nafs bu. O'sha nafsingiz sizni shu darajaga javob keladi, qarab turasiz. Mana soat 2 bo'ldi, uyqum qochdi. Shuning uchun mana shu o'zimni fikrimni aytdim. Avvalambor mana shu xalqimizga men o'zi aslida millatdorchilik bildirmoqchi edim. Men oddiy bir insonman. Fikrimni aytdim. Odamlar shu fikr bildiribdi. Rahmat shularga. Sog'lig'ini bersin. Alloh mana shu oxiratda yuzini yorug' qilsin. O'sha qilgan gunohlarini kechirsin Alloh taolo. Men niyatim shu. Yaxshi niyatdaman. Lekin mana shu narsalarga befarq bo'lmaganingiz uchun juda katta narsa. Men sizga yana bir marta o'sha mana shu O'zbekiston yurtining xalqiga ta'zim, yana bir marta ta'zim. Sabrli insonlar, mana diyonatli insonlar. Mana shu sizlar, mana shundaqangi insonlar borki, O'zbekiston turibdi. Agar bilasizmi nimalar bo'lgan bo'lar edi. O'sha mana shu Alloh taolo shunaqa jazo berishi mumkin, agar shunaqa insonlar bo'lmasa. O'shaning uchun O'zbekiston turibdi deb o'ylayman. O'sha nimada kazolar bilan emas, shu ilmi mana bu diyonatli, insofli insonlari, o'sha Alloh deb turgan insonlar uchun mana shu O'zbekistonimiz turgan bo'lishi mumkin. Har bir narsadan hikmat toping siz. Hammalaringizga yana mana qimmatli vaqtingizni olgan bo'lsak, yana bir marta sizdan uzr so'rab, oilangizni baxti kamolini tilaymiz. Farzandlaringizga baxti kamolini tilaymiz. Sog'lik, salomatlik bo'lsin sizlarga. Mana shunday narsalarga befarq bo'lmaganingiz uchun
Allah Taala ajrini bersin, savobini bersin. Qilgan gunohlarimiz hammamizda bor. Qilgan gunohlarimizni o'zing Alloh Taala o'zi kechirsin. Mana shuni mana shu qilayotgan videomizga befarq bo'lgan insonlar like bosing, obuna bo'ling, bu narsalar yetib borsin tepaga. Tepadagilar yetib borsin. Ko'rmaydi ham, juda yaxshi ko'rib o'tiradi. Ko'rib o'tiradi. Men o'zim bir necha bor guvohi bo'lganman. Agar mana shu qilgan like'laringiz, qilgan kommentariyangiz, qilgan mana shu bir marta e'tiboringiz tufayli qarang, shu taziqlar bekorga bo'lmaydi bizga. O'sha tepadan, o'sha kaza joylardan telefon qilib, degan gaplar qilyapti, masalan. Lekin taqdir Allohdan. Qancha yashaymiz, nima umr ko'ramiz, nimadan qo'rqaman? 2 metr kafanda bugun o'ldim nima, erta o'ldim nima? Vijdonimni, sof vijdonim bilan o'sha narsaga qarshiligimni aytsam, bu xatomi? O'zimni fikrimni, o'zimda ichimdagi bor, men haqiqatni ayta olmasam, bu dunyoga nima uchun keldim? Ertaga oxiratda Alloh taolo so'ramaydimi? Sen xo'p, shu dunyoda yashading. O'sha ko'rsatgan narsaga sen ko'z yumding desa, nima deb javob beraman? Siz nima deb javob berasiz? Shuning uchun haqiqatni aytdik. Bu yo'g'i Alloh kifoya qiladi. Bizni balkim ko'tarib qo'yar, o'sha zolim zulm qilguvchilarga o'zining shuni jazosini beradi. Jazo muqarrar. Qancha manmansigan firavnlar o'tdi, firavn. Qancha o'zimizni yurtda ham shunaqa podsholar o'tdi. Oxir oqibat nima bo'ldi? Farzandi, даже nimasigacha sarson va sargardon bo'ldi. Alloh taoladan qo'rqing insonlar. Alloh taolo shunaqa jazo beradi. Bu pulingiz, molingiz, mansabingiz hech narsa emas. Buni hayotda ko'rib kelyapmiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Qimmatli vaqtlaringizni olganim uchun uzr so'rayman. Shu kanalimizga obuna bo'ling. Oddiy inson sifatida fikrimizni bildirdik. Siz ham fikringizni bildiring. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha deb qolamiz.